700 mingta bo'ldi. Zeytirdim sizlarni ham mana shu mana mikrovolnovkani olib chiqarib, to'g'risi. 700 mingta, 4,5 kun ichida 100 mingta kelibdi. 600 mingta bo'lganimizga 4 kunmi, 5 kun bo'ldi. Lekin endi men 1 milliontagacha yetkazib qo'yaman deb chiqaryapman. Har 100 ta chiqaravergan demanglar. O'zim ham xursand bo'lib ketyapman. Ash kuni aytdim sizlarga. Otam har doim ishxonada ayam duo qiladi. Ukam bor Xudoga shukr deb aytdim. Ash kuni otam yozuvdi. O'g'lim bir haftada 700 mingta bo'lib ketasan, bekor aytingda kelganimdan keyin nishonlayman deb deydi. Ha yo'q, ota qada bir haftada qizg'achimsiz nimaga ulgumayman, bir haftada 100 mingta kelmaydi hech kimga desam, 4,5 kunda bo'lib ketdi. Meni ham yolg'onchiga chiqarib qo'ydinglar sizlar. Bilmayman nimaga unaqa qilyapsizlar. Lekin o'zim ham xursand bo'lib ketyapman. To'g'risi yoqayotgan bo'lsa, dalshi. Endi unaqa kulgili narsa aytmadim, chunki kulgili narsa aytyapmiz, o'zingiz ham ko'ryapsizlar. 700 mingta bo'lib ketdi. Endi hozir qo'yapman, to'g'ri 800 mingtani O'zbekistonda nishonlayman deb, bil bo'lmaydi, ertalab 800 ming bo'lib ketaman.